Bitta odam topishim kerak nima? Bir o'zim bu og'irlik qiladi. Ichim qisadi bir o'zim. Birini olishim kerak, mayonez dedi. Shu olive. Hamsa. Jonating. Ha, Mana qarang bitta ish bu. To'xtang. Jon, endi sizga bir xizmat bor. 2 minutlik. men seni hech qanday xizmating qilmayman, Ismat. Asamizmi men? Mana qarang, Jon. Qarang, ichimizdagi husumatlarni eski yilda qoldiraylik. Yangi yil kelyapti. Bir xursand bo'lib uyda bir 2 minutlik xizmatchi bor. Menga qara, 20 ta yangi yil kelsa men sen xizmating qilmayman, Ismat. Mana qarang. Uyda konyak bor. Hamsiya jonim. Mundagi xizmatlar bo'lsa bemalol aytavering. 5 butilkagacha qilaveramiz xizmat. Men qaytmayman. Siz eng zo'r hamsiyamsiz. Endi o'tmishda qolgan husumatlarni qoldiramiz. Qoldi hamma. Yangi yilda aql bo'lamiz. Yangicha. Aql bo'lamiz. Chili 40 ming tamom. Chela tegmang siz ham. Men 40 mingman, siz ham 40 ming tamom. Tamom. Oldik. Ikkimiz ham suv ichamiz, 30 la suv ichsin. Tamam, men tarafini ko'rmang, hamsiya. Oldik. Tamam. Mana qarang, o'zi qiyra ketayotgandingiz. Hamsiya shuni yaxshi eslatdingiz. Keliningiz Aliviya qilaman deydi. Bodring. Bodring bor. Keyin kalbasa. Kalbasa ham o'zimda bor. Mayonezmi? Mayonez yo'q lekin. Olib kelish kerak-da. Lekin Ana shu xizmat tugasin. Keyin bemalol mo'jnasizlar. men tugatib keyinmi? Yana bitta odam chaqiramizmi yo'q? Haqiqatan tezroq tugatib chaqiring. Kimmi? Bitta odam chaqiraymi? Chaqiring. Tezroq tugatma. Mana shu darvozadan chiqaman, birinchi ko'rgan odamni olib kelaman. Davay, tezroq. Hozir ana shu yerda kuting, ham ketmang. Biyalarni ishta qilaman, biyalarni. Kim bor ekan? Qorbo. To'xta, ber. Dadam nimada ekan endi? Hozir. Hamsa qo'rbon top keldi. Qo'rbon top keldi. Zerishadi qorboya. She'r aytib beradi bizlar bitta. Biz sovg'a beramiz keyin. Alloh. Keling. Qo'ying. Zokir. Ama gitti adam bilmasın iltimos kim o'tir? Bil. Hech kimga gapirmayman. Nima beraylik? Bering. Yo'q, ne? Yo dadam gapiradi. Ana, dadasi. Dadang bilan men o'zim gaplashaman. Ol qorbo, ol. Odam o'zi bilan ham o'zi gaplashadi-da. Gaplashadi. Olgansiz. Gapirmang. Oling. Hamsiya? O'g'lingiz ham ichami bundan? Yo'q. İçmeyin. O'g'lim Xudoga shukr aqlli. Ana. Hozir uyda dars qilayotgan bo'lish kerak. Bu Qorboboning kiyimida. Nima deganingiz? Ya, o'zi ichsa nima qilasiz o'g'lingizni? Ichsa nima qilasiz? Tasavvuring ichsiz. Ko'p gapirdingiz-da, olinglar. Ichsa og'zini yirtaman. Yirtadi, Ha. İçmesin. Qorbo lekin ko'p durtasiz meni. Oling, ketdik. Menga qaranglar, xotin kelgan. Iltimos men yozilgansa. O shover qilmang, to'xtang hamma o'z yo'ling topamiz hozir. Nima? Hamsa yaxshi keldingmi? Yangi yillar bilaman. Hay, mabodo yerim kelmadilarmi? Erish kelmadi lekin. Bilasizki, men urush qilaman erish bilan. Qorbo keldi, qo'rqiz keldi, erish kelmadi lekin. Uyli agar erish kelmadi. Mana qo'rqiz chiroyli lekin. Assalomu alaykum. Husniya otdi mana. Ko'ryapsizmi Husniya kapak mana. Nima? Nas olib chiqsin ha bu. Bacham, o'g'lim. Ha dada. Ana bildi İsmat o'g'liligini bildi. Dadasi? Ana. Bu ham bildi. Al qo'ydi.